10-chi qishloqqa yaqinda zombi apokalipsi sodir bo'ladi. Ehtiyot bo'ling, uyingizda o'tiring. Nima? Yo, do'stlar, eshitdilarmi? Qishlog'imiz bugun apokalipsis ostida qolar ekan. Ishonmayman, buni borib siz yetillarga aytay, bo'lmasam ular ham xavf ostida qolishadi. Do'stlar, eshigimni kim buzib ketdi meni? Eshigim qani? Do'stlar, mehnatini qadrlagan holda videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Birga bo'lish bizning orzuyimiz. Mana ekan eshigim. Keyin olarman. Qani yetillar? Yetillar ham yo'q do'stlar. Bu yerda ham yo'q yetillar. Mahallamizda yetillar ham ko'chib ketibdi shekilli. Mana shu golem ham himoya qila olmaydi shekilli biz. Mana yo'qda ekan hamma yetillar. Yetillar, mazgi yo'qlar. Yetillar, bitta gapim bor sizlarga. Qanday gaping bor bizga? Bugun qishlog'imiz apokalipsis bo'lar ekan. Nima? Qanaqa apokalipsis ishqib? Shunaqa bo'lmaydi, tur yo'qol oldimizdan. Yo'q, bo'lar ekan bugun. Mana ertadan boshlanadi mana. Kechqurundan tushdi o'zi. Hech qanaqa biz ishlamaymiz, to'g'rimi? Biz ishlamaymiz, bo'pti. Do'stlar, menga hech kim ishonmayapti, lekin rostdan kompyuterda ko'rdim. Bugun ertaga apokalips bo'lishi kerak. Nima qilishni ham bilmayapman do'stlar. Uyimni qanday qilib birorta bloklar bilan o'rab chiqsam-ekan, yo birorta blok zakaz qilib buni tepaga ko'tarib olsam-ekan, nima qilsam-ekan, eshigim ham yo'q. Do'stlar, nima qilishni bilmay turibman. Hozir bularni endi o'rab chiqamiz, bo'lmasam bloklar bilan. Unda bloklar zakaz qilaman, u ancha yaxshi himoyalab o'rab chiqamiz. Yo'q do'stlar, va nihoyat meni bloklarim yetib keldi. Endi shu uyimizda yaxshilab himoya qilamiz. Chunki bo'lmasam zombi apokalipsis bo'lar ekan bu yerda. Iltimos videoga bir dona like bosib qo'ying. Obuna bo'lib qo'ying, mana o'zimizga kerak narsalarni olib olamiz. Zombi apokalipsis bo'lsa uyda o'tirish kerak faqat. Birinchi bo'lib derazalarni mana bunaqa taxtachalar bilan o'rab qo'yaman. Chunki zombilar ko'rmaslik kerak. Mana har joyga qilib chiqamiz. Mana bunaqa endi oddiy emas, temir panjaralar bilan o'raymiz, chunki temir panjaralarda zombi kira olmaydi. Xo'sh, mana do'stlar, mana shunday qilib qo'yamiz. Xo'sh. Videoga like bosib qo'ying. Asfaltni ham buzib yubordim do'stlar. Asfalt ham yangi qurildi. Xo'sh, ana eshikni bu yoqqa tez qilsam hozir hamma yo'q bo'ladi. O'zi qanaqa apokalipsis? Zombi birdan kelib qoldi. Nimaga kelyapti o'zi aynan bizning qishlog'imizga? Xo'sh, tez uyini qilishim kerak. Mana ertalab ham tushdi do'stlar, chunki kecha kechqurun zakaz qildim narsalarni, yotoqqa uxlashga yotdim. Kutdim, ertalab soat 5:30 da keldi. Zakazlarim. Mayli dedim. Keldi yo'q, umuman kelmasdi. Lekin bu safar ancha erta keldi. Mana do'stlar, bu yerga eshik quraymikan, qurmaymikan? Eshik qursam zombilar kirib olar. Mayli, eshik qurib qo'yaveramiz. Mana do'stlar, bu temir eshik, o'zlaring bilasizlar, juda yaxshi eshik. Bundan zombilar ham buzib kira olmaydi. Mana o'zim ham yetolmayapman, lekin qanday nuqtachani qo'yamiz ekan? Bo'lmasam bunday qilamiz. Bu yerda bitta blok qo'yib qo'yamiz, chunki mana bunaqa nuqtachani ezib turish kerak. Mana do'stlar. Mana tashqarimiz bo'ldi. Endi tashqarida ham yana ishlar bor-ku. Yetillar. Ko'rmaysizlar?
Mana do'stlar, mana bunaqa taxtachilar bilan o'rab tashlaymiz. Derazalarda oldilarini. Hoppa, ana. Deraza orqasinchi uyimda orqasi. Mayli, uyimda orqasini ham qilamiz. Ana ikkita joy bor uyimda orqasida ham. Nima deb o'ylaysizlar, qanchacha zombi apokalips bo'lib ketar ekan. Unchalik yomon bo'lmasa kerak. Xo'sh do'stlar, mana hop. Hoppa. Chegasiga bo'lib ketdi. Hoppa. Hoppa do'stlar. Mana uyimiz menimcha tayyor bo'ldi. Lekin bir narsa qilishim kerak deb o'ylayman. Mana bu yerda tepaga chiqishga bir yo'lak qilib qo'ysammikan? Yo'q, do'stlar, qilmayman, chunki zombilar birdaniga kirib qolishi mumkin. Agar bu yoq ham ochiq qolsa, men o'zimning uyimga kirib olaman. Mana to'chalar tayyor. Bu yoq qo'yib qo'ysam bo'ldi. Mana zombi apokalipsga tayyorman men. Notebookimni ko'rachi, qachon kelar ekan o'zi. Qishloqqa zombilar kelish yaqin arafada boshlanadi. Yo'q. Yo'qni boshlab o'tdi. Endi uyimda o'tirib turaman. Davay do'stlar, kelganda videoni yana olaman. Ketdim men. Yo do'stlar. Zombilarni qaranglar, rostdan zombi apokalips bo'libdi. Yo'qol. Bu yerdan ursam bo'ladimi ularni? Mana meni uryapti. Jonimni ketishini ko'ryapsizlarmi do'stlar? Bularni qanday yo'q qilib olaman endi? Temir aslohalari bor ekan. Mayli, bitta o'ldiramiz. Bitta ke. Lekin jonimni oqizib qo'yapti ular. Voy do'stlar, shuncha ham zombi keladimi? Charchadim. Eshikni ochamiz. Ke, bitta ke. Kirolmaysan. Yo'q, do'stlar. Yo'q do'stlar, ko'ryapsizlar, o'lib qoldim. Zombi uyimga kelib oldi. Endi hamma narsamni u yerga olib qo'yganman. Endi nima qilaman do'stlar? Bo'pti do'stlar, videoni shu joyda tugataman. Videoga like bosib qo'ying, chunki mana bu zombi o'zidan-o'zi yo'qolib ketar. Mayli do'stlar, bir kaga ozgina qoldi. Iltimos, obuna bo'lib qo'ying.